Assalomu alaykum. Hop 1 metr 3 million so'mdan tayyorlangan mebelimizni arzonini beramiz. Hop boshida materialni aytib ketamiz. 100% laminat bo'ldi rossiyskiy, starshniца, furnitura hammasi originaldan bo'ldi. Hop joyimiz balandligi yerdan 280 bo'ldi. 360 ga, bunaqasiga ham 360 bo'ldi. Ikki chekkasiga finallar qo'yganmiz. Hop har doimgidek tepaga холодильник, undan keyin mikrovolnovka и duxovka. Hammasi stroyli bo'ladi xudo xolasa. Bu yerda gazimiz, undan keyin vitichkamiz, bu yerda tortmamiz bor. Tortmalarimiz har doimgidek nasoslik o'zi tortadigandan bo'ldi. Xudo xolasa ko'raverasiz. Bunaqasi shkaf bo'lgan. Bu yerda sushurkamiz, mo'ykamiz smartech har doimgidek. Mana yopilgani ham xudo xolasa chiroyli bo'lib ko'rinadigan qilib high-tech posonda qilib ishlaganmiz. Bu yerda mana finalimiz, ramkadan loft qilib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Bemalol ishlasa bo'ladigan chiroyli qildik. Furniturlarimiz originalidan bo'ldi, 100%. Shartli hamma narsasini chiroylarni qo'ydik. Yevroda. Bizdan bo'lgan shu konfeli, mo'ykasi, sushurkasi, bonus har doimgidek osh soladigan. Bu yerda kargoyimiz bor. Bemalol yoq soladigan pichoqlar, boshqa narsalarni hamma yoq qo'ysa bo'ladigan qilib chiroyli qilib ishlab berganmiz mana. High-tech posonda tez urishga variant. Ko'cha ekranni xira qilasan.